4 respublika xalq artisti. Mana shu kunlar siz uchun. Ozodaxon. 2 kun roza. Ha? Bu nima edi? PR-midi bu Boshqa ham? vajohat bilan keldingiz-ki, notalarimni yirtib. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar. Ha, bemo. Mani muxlislarim sizni shunaqa yomon ko'rib qolishgan, qarsak chalgisi ham kelmayapti. Sizlarga prank kerakmidi? Prank. Hurmatli prankchilar. Biz xalq artistlarining qo'lidan bunaqa narsalar kelmaydi deb o'ylamanglar. Bu eng oson va eng qulay narsa biz uchun. Bizga mana shu Ozoda xonimga, menga o'zi Oskar berish kerak bunaqa aktyorskiy mastasga uchun. Hamma ishondi. Dadam telefon qilyapti. Nima bo'ldi? Biz aytmoqchi bo'lganimiz, aziz do'stlar, bu yengil narsa, bu hammani qo'lidan keladi. Lekin konsertni jonli ijroda, orkestr bilan tik oyoqda jonini jabborga berib 10 kun konsert berish hammani qo'lidan kelavermaydi. Jenis aytmoqchiki, qarang, men to'g'risi Jenis post qo'ydi. Men tushunmadim. Hazil dedim-da, bitta kommentariy yozib qo'ydim. Qarasam yana kuchayyapti. Kecha to'polon qilib keldi mana yoqqa. Shunda nima bo'lyapti? Jenis nima bo'lyapti? deb ketdi. Keyin Nilfarga aytdim, borib so'ragin, nima bo'lyapti dedim. Keyin men bir haqiqatni bildim. Jenis keling. Shu bu narsani juda jiddiy tushuntirishimiz kerak. Bir narsani bildimki, meni ham shaxsan Jenisni ham PR-chilarga, prankchilarga bo'lgan bu bizni nima deydi? Atvetimiz. Bizni ham qo'limizdan keladi. Biz ham qila olamiz. Bir kunda nima bo'ldi? Qancha bo'ldi? Bir kunda bomba bo'ldi. Lekin